Diqqat, fuqarolar ogoh bo'ling. O'zbekistonda hozirgina dollar va rubl kursi belgilandi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 15-mayda amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra rubl kursi 1.16 so'mga ko'tarilib, 161.63 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 239.37 so'mga ko'tarilib, 14.606 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 44.89 so'mga ko'tarilib, 12.980 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, xabarimiz keng tarqalib, barchaga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.